afsuslangan narsalarim bor. Endi ulardan bittasi bilasizmi? 2005-yilida, 11-yilmidi, 10-yilmidi, 2010dan 12-yilgacha edi balkim. Krishtianu Ronaldo kelgan Toshkentga, O'zbekistonga. Adashmasam shu yillar edi. Men endi uylangan bola edim. Bizlarning konsertimizda Krishtianu Ronaldo bizni chiqarish o'tgan joyimizda birinchi qatorda o'tirganda, men 3 ta odamdan keyin o'tirganman. Uni Murod degan ukam bor edi, shu переводчик, ya'ni ispan tilida uni перевод qilib beradigan. Uni Krishtianu Ronaldo administrator va u o'tirgan. Shunda menga biz pastdan turib sahnaga chaqirilganda chiqarish o'tkazishimiz kerak bo'lgan. Orqadan chiqadigan emas. Hamma meni Krishtianu Ronaldoga rasmlarga tushib bir anaqa qilyapti. Men endi to'g'risi unaqaja bir futbol lekin vatanim o'ynasa yotib ko'raman mazza qilib. Lekin unaqa muxlis emasman, tushunib olmayman-da unaqa. Lekin Krishtianu Ronaldoni taniyman. Keyin aka rasmga olib qo'yaman, keyin rasmga olib qo'yaman deganda nimagadir bilmayman, uyaldimmi, xijolatdan, "Yo'q, kerak emas, rahmat" dedim. Tushmadim. O'shani videolar olsam bo'lar ekan, misol. Buni qarang, oradan necha yil o'tib, meni farzandim hozir 14 ga kiryapti-da. Fayzulloh o'g'lim. Shunaqa shu Krishtianu Ronaldoni fanatiki, nimaga men shu bilan rasmga tushib qo'ymagan ekanmanki, o'g'lim mana adina rasm bor. Uchrashganman men. Desam, qanaqa u shu odamni shunaqa muxlisi bo'lib paydo bo'ladigan o'g'lim borlik hisobga olmagan ekan. Shuning uchun uyalish kerak emas ekan. Endi bu hazil anaqasida bir kayfiyat ko'tarishni esladim. Ya'ni nimadan afsuslangansiz? Rasmga tushmaganimdan bir afsuslangan bo'lsam, agar jiddiy javob beradigan bo'lsam, menimcha inson afsuslanishi mumkin bo'lgan narsa bitta narsa, uni qilgan gunohlari. Endi bandamiz, insonmiz, odam bilib bilmay qilib qo'ydi. Nima shu narsa uchun afsuslanardim, boshqa narsaga afsuslanmayman.